Assalomu alaykum dehqonlar. Bugun 2025-yili 18-may. Shu Petrushka yurishni boshlavdim. Mana ko'rsataman qanaqa nimasini. Qaraysiz, qanaqa teradi. Shunaqa qilib sekin yurib ketaveradi. Selfie qilyapsizlarmi deyman? Yo'q. O'g'ilingizga. Yaxshimisiz? Mana yurgan alik zapis qilay. Qanaqa yuradi? Zapis qilaychi. Assalomu alaykum. Keyin yaxshimisiz? Keyin mana yurgan anaqa qilaydi. Ko'rsataydi. Ana chaqan yurayotgani bo'ladi-yu. Video olyapman-da. Qanaqa bo'lgan nima qilishdi? Zapis qilib. Analar kinoy Qozog'istonda yarashgan. O'tgan yili rosa jo'natganda rosa bitta qiziq chopa bor edi 5-da. Mana shu kuldiror bala bo'ladi. Mana shunaqa qilib turib teradigan-da. Mana buket. Ketdi mana. Qo'y bormish. Mana qilib turib boylaydi mana. Bir 5 tasi bir kilo chiqadimi mana shuning? 5 tasi bir kilo chiqadi. 3 ta. Ikrob 3 tasi bir kilo chiqargan. Bu 5 tasi chiqsa kerak. Ha, 4 ta 5 tasi. 4 ta 5 tasi chiqadi. Ha. Mana shunaqa qilib turib yuradi mana. Endi kimdir biladigan bor. Petrushkani men ham 3-4 yil bo'ldi o'rganganim. Oldin ekmaganman, ko'rmaganman. Ha, bulturam kelganman deysiz-ku. Ha, gap yo'q. Qilodingiz. Ha. Bitta Gulchehra bor. Ha. Mana raznicasi mana yurgan bilan terilgan joy bilan mana terilgan. Yo'g'i terilmagan. Mana shunaqa bo'ladi. Ko'raman endi nechkila chiqadi, qanchadan Xudo xolasa aytaman oxirga tomon.